ba'zi mulohazalar keldi. Mana domla ham ta'kidlab o'tdilar. Haqiqatda bitta gap bu masalani masalan o'sha yelka barobar ko'tarishga ham sahih hadislar turibdi-ku, demak meniki ham to'g'ri deb tushunib olmaslikni mana to'g'ri ta'kidlab o'tdilarki, gap bitta hadis bilan amal qilish haqida ketyapti-da. Ya'ni har kim o'zining vakolat doirasi bor-da. Demak, oyat hadislardan, umuman shar'iy manbalardan hukm istinbot qilish bu kimning ishi? Bu mujtahidlar ishida. Bizga o'xshagan, ya'ni ijtihod maqomiga yetmagan inson nima qiladi desa, mujtahidga taqlid qiladi. Mana yuqorida o'zingiz aytdingiz, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasalaringiz zikr ahlidan so'ranglar. Mana domla ham ta'kidlab. Demak, bizning ishimiz so'rash. So'rab mujtahidlarning fatvosiga amal qilish. Endi mujtahidlik maqomiga yetgan bo'lsa, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam idza ijtahada al-hokim fa asaba falahu ajran. Ya'ni bir mujtahid bir masalada ijtihod qilib hukm chiqarsa, to'g'ri topsa ikkita ajr. Biri ijtihodiga, ikkinchisi to'g'ri topganiga. Va idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ijtihod qilib xato qilsa bordi-yu, bitta savob. Ya'ni ijtihodi uchun savob oladi. Endi mujtahid bo'lmagan odam ijtihod qilsa, yuqorida aytilgandek hadisdan to'g'ridan-to'g'ri hukm olsa, u to'g'ri topsa ham gunohkor. Nima uchun desa, u bitta masalani to'g'ri topishi mumkin. Mingtada uni muqobilida xato qiladi-da u. Masalan, hozir shunaqa qilib hadisdan to'g'ri hukm olayotgan o'sha ba'zi insonlarga, xo'p, shu masalani mana sahih hadisdan topib amal qilyapsan ekan. Boshqa masalalarda-chi? Namoz ichida qancha rukunlar bor, qancha farz bor, qancha masalan namoz rukunidan mana 12 ta farz deymiz-ku. Shundan qanchasi shart, qanchasi rukun masalan. Shart nima, rukun nima? Farqi nima bilan? Yoki vojibi nechta? Yoki sunnati nechta? Mustahab. Bularni diqqatdan olyapti. Masalan, dalillaring qani? Desa javob yo'q. Masalan, yoki boshqa masalalarda, mana Ramazon ro'zasini olsak, zakotni olsak, mana yuqorida o'sha to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Sufyon ibn Uyaynaning gaplarini al-ahadithu mudilla ila al-fuqaha. Nimaga desa, buni ulamolar aytadilarki, hadislar go'yo dorilarga qiyos qilinadi. Masalan, dorixonaga kirsangiz, ming xil dori bor, va dorifurush ham bor. Endi siz betobsiz, kirib falon joyim og'riyapti dedingiz, yoki o'zingizcha menga falon dorini olib ber dedingiz, yo o'sha dorifurush sizga falon dorini mana iching deb berdi. Siz tabibga murojaat qilganingiz yo'q. O'zingizcha muolaja qilyapsiz, yo hali dorifurushning gapi bilan u dori sizga ertaga zarar qilishi tabiiy. Chunki siz o'zingizcha muolaja qilyapsiz. Ya'ni har qanaqa kuchli dorifurush bo'lsin yoki o'sha ming xil dorini terib qo'ygan bo'lsa ham hammasi bizga davo bo'lmaydi. Uni qaysi davo bo'ladi, necha mahal ichamiz, ovqatdan oldinmi, keyinmi, necha donadan iste'mol qilamiz, qaysi dorini qaysidan oldin, qaysi dorini qaysidan keyin, uni tabiblar aytadi. Demak, tabiblar faqihlar. Ana shuning uchun bu oyat hadisdan hukm istinbot qilish ularning ishi. Har kim o'zini vakolat doirasidagi narsa bilan shug'ullanishi kerak-da.